odamlar bor-ku. Bitta videosi bitta narsa deb bilsa, o'sha gapni suzdirib yuraverar ekan. Ag'dan baqa. Bularni qiladigan ishi bo'lmas ekan. Bular o'zini vazifasini o'zi bilar ekan. Ana it bo'lishni ochar ekan TikTokda. Bo'ldi. Ayta Sardorga asli bir narsa dedi qo'ysa o'sha qarab ketar ekan. Mana bu zik bir narsa desa baqarib ketar ekan. Qarabchi bir miyasi yo'q, hujayrasi yo'q insonlar ko'p bo'lar ekan bu internetda. Go'sht nima bo'ldi deydi? Yenangda ami bo'ldi go'sht. Bilmayman millat. Kallam buzilib ketadi, da videolarni qarab o'tirib biladi. Miyasi yanib ketadi biladi, bor. Bosib turamiz akalar, imkoniyat bo'lsa. Pobratskiy. Aka iltimos. Ana bitta gapni gapirib bilsa. Mana videolarimni ko'rmaganlar oxirgi rolikka bu dalbayo'q o mana. Bitta gapni gapirib bilsang, hammasi o'ziga oladi. Unchalik emas, unaqa emas. O'shanaqa odamlar ko'p bo'lar ekan deyapman. Hamma o'shanaqa demayapman. Mana yaxshi odamlar nechtasi mana? Mana 5 tasi ekranga like bosib o'tiribdi. Bularga farqi yo'q. O'lib ketasanmi, qolib ketasanmi? Bularga farqi yo'q. Birovning hayotiga burnini ham siqmaydi. Bular ekranga like bosib o'yin tomosha qiladi. Gapni eshit. Mana senga oddiy shundoq odam hisobi mana shu video ishlaysan, hech qanaqa nima o'zing bilan o'zingsan. Senga savol. Bizni videoni ko'rdingmi hozir oxirgi qo'ygan videoni? Yo'q. Ko'rib, ikkinchi telefonimdan ko'rib. Kim munosabatingni bildir? Munosabatingni bildir. Sevecek. Peki. Mana shu profilga kirganda shundan keyin Hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar, O'rta Osiyolik odamlar. Bizda aldam qaldam yo'q, uy olib ketdi demaymiz. Ehson yig'amiz, cho'loq odamni davlatamiz demaymiz. Naglim obrazim ZKKga uy olishiga 15-yanvar kuni konkretni katta ehsonga taklif qilaman. Menizni ko'rganlar yurakchani qizartirib, o'rtoqlaringizga podelisak qo'yishingizni istayman. İltimos qolaman. Oldingi yili fevral oyida ro'za oyini 15-kuni qilamiz deb ana Sardor Gangster bilan qolib ketdi bu ishimiz. Biza cheres Sardor emas, o'zimiz ham yo'l topa olamiz. O'shanga agarda kimda kim o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, menga ergashsangizlar, kelsangizlar, hech qanaqa mashina olmayman. Meni ikkita BYD'm bor. Kelasi ham yangi. Men oxirgisi bilan son plus chempion. Yine aytmoqchiligim chempion full komplektatsiya. Menda mashina uy olish kerak. Uyga yordam qilinglar. Men bu hissaga qo'shilaman. munosabatingni bildir. Repost. Munosabatingni bildir. Munosabatim bo'ldi, mana repost. Tamam. Ochiqdan ochiq. Ochiqdan ochiq. Yolg'on yo'q, firibgarlik yo'q. Bu haqiqat. Da. Ikkiga mana bu yerda sud gapirgan. Yarmisini xochi orqali yig'ib xochiga bermoqchi emasman, yo bo'lmasam falonchiga hech qanaqa nima yo'q. To'g'ri, boridan bori. Mana masalan kimdir $100, kimdir $1000, kimdir 500, kimdir share uradi, kimdir TikTok. Короче, bu hissaga 1 million mandan. O'zing endi menga qara. Qo'shsang ham sog' bo'lgan, qo'shmasang ham. Agar haqiqatan yo'lga ketadigan bo'lsa, olinsin 1 million mandan. Ko'rdi tova yo ochiqchasi. Men keyin agarda mobodo uyni olsam, pulni yig'sakda olsak, pul qayoqqa ketdi deb so'rashlari mumkin. Qani nima qildi? Zik ana pulni yig'di-da bilan nima qildi? Mashina olibmidimi yo yana bitta deydigan bo'z joyiga sen chaqiraman. Uy olamiz, sen yana bir ikkita mana shu ko'rinadiganlarni chaqirib, o'sha yerda efir qilamiz. Bitta qozon qaynatamiz o'sha yerda. Qozon qaynaydi. Kelaman degan o'sha yerga taklif qilamiz, ko'radilar o'sha nimadan qo'ldan kelgancha yeb ichib o'sha yerda kichkina stolchik qilamiz. To'g'ri mahallada olingan joyda. To'g'ri. Kanka o'g'irlik yo'q. Yana pul yig'ib bo'lgandan keyin ko'rdi tog'a rahmat. Pul yig'ib bo'lgandan keyin doktorga bordim, doktor davolash imkoniyati yo'q deb aytdi deb yana nima qilib o'tirmaymiz. Ha, unaqa narsa yo'q. Bolalarni aralashtirmayapman. Mo'minto yig'lab turgani yo'q. İltimos yordam beringlar deyotgani yo'q. Dadasini o'zi hali qoyillatadi hamma narsani. Yig'lashni ham, so'kishni ham, janjalni ham qoyillatadi hali dadasi zakonni. Aldam qaldam yo'q. Keyin haligi mashinani sotib ol,
yolg'on gapiryapti, unaqa deyapti deydigan ana yetim bachchalar sizlardan gul ham chiqmaydi, bo'q ham chiqmaydi. O'shaning uchun sizlar aralashmay qo'yaveringlar. Bunaqa Yozaversin, masalaga uni o'zi turib beradigan odamlar chiqadi. Yozaversin. Yozaversin. Zarin nomering o'chiq ekani. Ha, unaqalar yozaversin. Agarda to'xta gaplashib. Mabodo agarda imkoniyat nima bo'lib qolsa o'sha kunga balki 15-yanvarda kelasan. Inshaalloh. Ha. Jiyanni olib kelasan. Onangni ishi sikirdi. Bitta unga anu cho'girma olib beraman o'zim. Ma, onangni sikki kiydi. Barqasiga bitta. Yapti, lekin ben aytaman. Bu aka dedi, bormaylayotgan dedi. Nimaga sen biz yaxshilik kutmayapti dedi. Dalbayobmisan, poqo yeb. Qani kim o'ldirib beradi deyapman. Biz yaxshilik kutmaydi deyapti. Orqaga tortyapti mashina. Men necha kundan beri aytyapman. Ketdi deyapman. Men Qoraqalpoqqa boraman deyapman. Yur deyapman. Hoji, haqiqatdan bilaman nimaga. Hey. Meni yaxshi taniysan. Ishsam, mana men senga masalan aytaman, yonimdagilar. Hoji ichasanmi, ichmaysanmi? O'tgan safar ham aytganmi? Ichasanmi, ichmaysanmi hoji? Yo'q, ichmayman. Ishonaymi senga? Ha, ishonavering. Bo'lmasa men dapolik uraman, nimadan kayf bo'lsa kayf qilaman, sichaman, korotchi men tukucha yetishib ketman. Senga mana kalit, mana mashina uyga haydaydigan senga ishonib ichib o'tiribman dedim. Bir og'zimga yo nima qildim? O'sha yerda janjal topdimmi? Yo'q. Hech narsa topganim yo'q. Prikol qilishim mumkin. Ata kalla joydan buni men biladi, ey. Men normal odamman, men nihoya себе yeb to'yaman. Qizil jinni ekan, ey. O'zi jalab meni shiorim bilan yuribdi, yana menga ishonmasligi qanaqa u bilan jinnimi u bilan? Shior bilan yuraveradi, lekin aka dedi, yaxshilik kutmaydi dedi bizni dedi. Men senga so'zim so'z, ey, qara. Mana shu Xorazm viloyatiga kelasan, mana Xorazm viloyatiga kelding, ha? Sen bozorga borasanmi, Hazarasibgami, Urganchgami, boshqa Xivaga borasan, bu yerda odamlar sen qayerdansan deb so'ramaydi. Bir so'rashim kerak. Hey, ana TikTokdagi bola emasmisan? Ha? Yaqaki bitta rasmga tushaylik, olasiz. Men nima qilsan? Kiyimim, kim mana kiyim bor, arzonroq beraman. Tekinga bermaydi. Arzonroq men bu yerda olaver, pulni bergana qilma deydi. Bu yerda unaqa yo'q, bu dunyo, bu Xorazmga turist keladi. Turist chet eldan boshqa yer naryo chetidan kelishyapti. U bu yerda gapiradigan odam yo'q bunaqa. Zik bilan so'kishadi bo'ladi. Men bu yerda 5 ta bola kelib turib, banglab tashaman, kalang joydamsan, men bilan o Milliy gvardiya oldi yashiman men. Men bir tomon sentr bu yerda unaqa hech qanaqa nima yo'q bu yerda. Kalla psixikami bular, yebat bir. Meni shiorimni qilmasin u gandon menga ishonmaydigan bo'lsa, kelgan. Aytdimda, haligi dedim, men dedim, nonoshlar dedim, mehmonga chaqiryapti Qoraqalpoqqa dedim. Ke boraman dedim, ketdi dedim. Xafa bo'lyapti nonosham kelaman deb kelmayapsanchidan beri dedim. Bir ikki kun Qoraqalpoqni ko'rib dedim, keyin Xorazmga qaytamiz dedim. Aslida Qoraqalpoqda e'lanadigan unaqa joy yo'q, o'sha Xorazmda chiroyli joylar ekan dedim. Ketdi desam, siz ehtiyot bo'ling dedi. Siz aytdi yaxshilik kutmayapti dedi. Ko't ekansiz. Jinnigan. Kalla bormi? Men qara, men senga tushuntiraman. Yo'l bunaqa. Men trassadan kelyapsan. Kelishingga chapga qarab, o'sha trassadan kirganingdan keyin 70 kilometr men tomonga kirasan. U trassa u, ketdi u. Sholkovoy doroga. U bilan Qozog'istonga chiqib ketadigan trassa. O bilan kalla ishlaydimi sana? Kim seni trassaga chiqib ketadi? Qaysi mashinada kelyapti bu bilan? O bu bilan hozir 21-asr bilan hamma joyda milliy gvardiya kecha kunduz bitta mashinani to'xtatsang bor-ku. To'g'ri bilan nima olasan? Surok olasan bilan 15 yil. Qizil jinni ekan, jalab bilan virtualniy olamda yashaydigan ahmoq yosh bola ekanda, miya jalab jinnim bu. Men aytdim, mingtasi bilan so'kinishib urishib ko'rishganmiz dedim. Nima ular jinnimizdan dedim, undan dedim. Ham o'zimizga kontent qilib kelamiz dedim, ham ko'rishib kelamiz dedim, ham ko'rmagan joyimizni ko'rib kelamiz dedim. 15-yanvarda agarda bo'lsa, men ungacha bu uy sotilib ketmasa, mana shu yerda efir qilamiz. Seni chaqiraman. Kelsan. Menga po'q, men ketaveraman ki. Ya. Kelsan, men bu yerda masalandan men aytolmagan joyga sen bu telefonlarda qarab turasan, endi ertalabdan boshlaymiz 15-chисло polni o'sha kuni lanshlang обязательный to'xtamaydi. Konkretniy.
zaryadga tiqish yo choy damlab olish, suv quyib yubor, oldin nima? Hoji suv quy, bir stakan suv quy, men qarab turing, karta aytdi, hoji ayt. Ana yozdi. Nomerni aytib, WhatsAppga qarab, Telegramga qarab bo'lib boshlaydi oxir. Bitta odam ko'p yordam qiladigan. Shanga men bir o'zim emas, yusib qilmayman, pomogatelь kerak. Kelsam bu yoqqa. Bir bahodi, anu nimaga olib boraman sizlarni. Onangni sikani xivatagi nima bor-ku, hamma hozir yoshlar boradigan. Men bormayman-u. Sofraga boray, sofraga bir boray. Ha, shu gapirishda, sofrani. Sofraga bor, sofradagilar ham sizlarga bir intervyu olsin sizlardan. Yo, orda xivo kerak emas. Sofradagilar o'zi tanib qolsalar intervyu oladilar. Qani sofraga keldingiz, uylanganmisiz, nima ish qilasiz, qancha pul topasiz deb o'zi shular savol beradilar shu yerda. Xorazm liniyasida ketadi keyin nimang? Reputatsiyang. Xorazmdagilar ko'radi. Kim ekan bu? Qani eshitaylik deb boshidan oxirigacha. Hali shunaqa deyapti degan ishonch yo'q, u yoqda yaxshilik kutma. Kalanga skin ahmoq bilasiz, yebam bilat. Dalbayi bilat. Men Jahongir Ozonov ko'rmoqchiman. Ichidagi xuddi meni shaytonim bilan. Namanganga borayotgani yo'qmi? Bilmayman. 28-da qayerda uni konsert? Samarqanddami yo Namangandami? Anaqadan shaytoni, meni shaytonim bilan bir xilda bo'la bor. Ya sen unga teng kela olmaysan, ya. Yo, unga teng kelaman demayapman-ki, men qaysidir uni shaytoni bilan seni shaytoning yo'q. Uni shaytoni bilan agar men ko'pincha men o'zimni ko'raman deb odamda bor-ku. Ya. Qilvaraman man uni ko'rib. Samarqanddami 28-da? Namanganga borib keldimi, yo'qmi? Hozir festival debdi, polni hamma restoranlardan. Biziz boryapti, bilet. U anoda aka hozir aniga nima dedim? Ahvat reytingda zo'r ketyapti-da, u reytingi kuchli odam ketaveradi-da. Reyting zo'r. Uni reytingi oldin ham past bo'lmagan uni. He. Yo, men bitta narsa deyman-da, bunday narsa bor aka. Quruvchi yonidagi sheriklariga omad tilash kerak. Xuddi shunaqa prokurorga, o'qituvchiga. Endi bu ham zikam bitta kalif deymiz-da bitta. Mana uy niyat qiladigan bo'lsa, omadini bersin. Prosta ana bu o'zbeklarcha qo'limizdagi mana bu bir-birimizni ko'timizga tiqadigan cho'pni tashab turib bir-birimizga omad tilasak bor, aslida bizga teng keladigan millat yo'q-ku. Omadini bersin. Niyat qildi bo'ldi. Luboyga tushiydi omadini bersin. Luboy ana odam. Tamam. Olsin. Ben zaman seryozni aytyapman. Aldamayapti-yu mana, noto'g'ri gapirmayapti, yomon narsa gapirmayapti. Prosmotr qancha bo'libdi? Rekomendatsiya chiqdimi, qarag'an? Nechta yurakcha bosilgan? Aka 1960 bitta bu rekomendatsiyada, u 43 ga. Prosmotr. 43 ga bo'libdi, zo'r. Yaxshi, ketadi. Ha, yurakcha bosmabsizlar, yurakcha odamlar yurakchani qizartib ketmabsizlar. Bugun Jahongir Urganchdami? Ha. Odamlar yurakchaga barmog'ingiz bitta, yurakchaga tekkizib ketinglar qizartib. O'shanda juda ko'p rekomendatsiya bo'ladi. Xullas, kechga uchrashamiz. Zikaga. Bo'ldi. Ha, bir kechga tayyorlaninglar, bir bu yoq qilib, yangi yil kelyapti. O'sha yangi yil kelyapti. Kechga chizilamiz. Bo'ldi. O'zingizga yordam qiling.